Mashinani nimasiga buncha pul ketdi dedinglar, hozir bittama-bitta sanab o'tamiz. Fari, bilet qo'yilgan, ichlari qoraytirilgan. Xo'p, tuman kalishgan, nikkellari qilingan. Mashinamizning kapotining ichida apparaturaga sim montaj qilingan. Polniy simini o'zi $200 dan oshib bo'lgan. Kuzovida xo'p, поворотный alishda, mashina polniy polirovka keramika bo'lgan, bakovoy uстановка qilingan. Ko'rsanglar bo'ladi. Yonadigan oq podsvetkali bakovoy qayiladigan qilingan. Krugovoy tonirovka bo'lgan, shumka bo'lgan. И kuzovimizda orqada faralari alishgan. Endi salonga keladigan bo'lsak, salondagi bo'lgan ishlar bilan bitta ko'rsatamiz. Xo'p, salonimizga keladigan bo'lsak, polniy salonlar qoraga sepganmiz. Bu yoqlari material qilingan, aquaprint. Deflektorlar qo'yilgan. Полевой rul, uстановка, TS CC3 2K monitor qo'yilgan. 10x bar, usulitl, polniy apparaturalari yig'vorilgan. Salonimizda xo'p, kardinaldan chexol taqilgan $120. Xo'p, poliklar o'zi uchun spesialniy qildirilgan bu ham. Xo'p, mana bagajida ikkitala usulitr kolonkalar qo'yilgan. Bu yerga Arnold turibdi. Xullas, bu yerda uстановка ishlari, bolalarning mehnati, salon sepilishlari, patolog qoraytirishlari, salon podsvetkalar, xullas qilingan ishlardan oxiri yo'q. Sanaymancha juda ko'p bu mashinamizda. Mashinamiz ham polniy proyektlariga 40 millionga yaqin pul ketdi mana shu mashinaga. Agar sizlarga ham mana shunaqa xizmatlar qiziq bo'lsa, kelinglar qilib beramiz.